Azizlarim, xayrli onsizlik. Bugun biz sizlar bilan borliqning 3 ta qonunini ko'rib chiqamiz. Bu mavzularimiz har biringizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Chunki har bitta narsani o'zini qonun, qoidalariga amal qilgan holatimizda albattaki o'sha ishimiz yoki hayotimiz umuman boshqacha tus oladi. Har bitta davlatning o'zining qonunlari, o'zining talablari, o'zining huquqlari bo'lgan holatda ham borliqning ham o'ziga xos qonunlari bor va har bir inson o'sha qonunlarga amal qilgan holatda yashashi kerak va bilish kerakki, o'sha qonunlar 100% har bir insonda doimiy tarzda ishlaydigan narsalar. Xo'sh, birinchi qonunimiz bu aks ettirish qonuni. Birinchi demak aks ettirish qonuni bo'yicha gaplashamiz. O'zi bu dunyoda faqatgina siz borsiz. Atrofdagi har bir insonlar esa xuddiki ko'zguda siz o'zingizni ko'rib turganingizdaqa ular sizni aks ettirib turadi. Ya'ni kim atrofingizda har bir insonda ko'rayotgan yaxshi yoki yomon hislatingiz bu sizning ichingizdagi sizga ko'rsatib berilayotgan aksingiz hisoblanadi. U nafaqat sizni xarakteringiz, balkim hissiyotlaringizni ham aksi bo'lishi mumkin. Sizni o'y hayollaringizni aksi bo'lishi mumkin. Demakki, biling, sizni hayotingizda qaysidir insonda, qaysidir vaziyatda nimadir yoqmayaptimi? Demakki, bu narsa sizning miyangizda, sizning ichingizda borki, siz o'sha narsani ko'ryapsiz. Uni o'zgartirmoqchimisiz? Demakki, biz o'zimizni ichimizni, o'zimizni qalbimizni tozalashimiz kerak. O'sha holatni o'zgartirsak, sizga yoqmayotgan vaziyat yoki sizga yoqmayotgan insondagi hislat o'zgaradi. Va albattaki bu hayotda eng katta ustozlarimiz bu ota-onamiz, turmush o'rtog'imiz va farzandlarimiz va ular ham eng ko'p tarzda bizni aks ettirib turadi. Buni unutmasligimiz kerak. Ya'niki, aytaylik, turmush o'rtog'ingiz sizga yetarlicha vaqt ajratmaydi. Sizga bee'tibor deylik. Sizga mehr, sevgi bermaydi. Demakki, siz ham turmush o'rtog'ingizga o'sha narsani bermayapsiz va turmush o'rtog'ingiz sizni o'zingizga aks ettirib beryapti. Siz aytishingiz mumkin: "Yo'q, men turmush o'rtog'imga mehr beraman, sevgimni beraman, vaqtimni ajrataman." Demakki, siz ko'rib chiqishingiz kerak. Qayerdadir, qaysidir jabhada siz baribir ham kimgadir nimadir bermayapsizki, balkim o'zingizga xasisdirsiz, o'zingizga vaqt bermayotgandirsiz, o'zingizga sevgi bermayotgandirsiz va o'sha narsa turmush o'rtog'ingiz orqali sizga aks ettirib ko'rsatib berilayotgandir. Yoki aytaylik, siz turmush o'rtog'ingizga o'sha sevgi, muhabbatni beryapsiz, lekin sun'iylikda, ichingizdan xohlab emas, qizg'onchiqlikda o'sha narsani beryapsizki, turmush o'rtog'ingiz ham sizga o'sha narsani aks ettirib beryapti. Demakki, bu qonunni yaxshilab yodingizda tuting. Faqatgina bu hayotda siz borsiz, atrofdagi har bir inson bu sizning aksingiz. Har qanday hayotingizga kelayotgan vaziyat sizni o'y hayollaringizni aksi bo'ladi. Endi ikkinchi qonun haqida gaplashsak. Ikkinchi qonunimiz balans qonuni yoki hayotda buni zakon bumeranga deb ham
ko'p ishlatishadi. Ya'ni kim nimani bersang o'shani olasan kabi narsalar bu ham aks ettirish qonuniga qaysidir darajada o'xshab ketadi. Ya'ni kim balans qonuni bu hayotda hamma narsa o'zining balansida yuradi. Xuddiki yin yanga o'xshab, ya'ni erkaklik va ayollikka o'xshab. Har birimizda mana aynan erkaklik va ayollikka nisbatan oladigan bo'lsak, har birimizda ham erkaklik xislatlari yashaydi, ham ayollik xislatlari yashaydi. Agar siz hayotingizda, o'zingizda o'sha xislatlarni balansini buzsangiz, ya'ni kim ayol kishida erkaklik xislatlari oshib ketsa, demakki uning yonidagi erkakda ayollik xislatlari ko'payib ketadi. Ya'ni bu hayot sizga balans qilib beradi o'sha narsani. Siz hech qachon o'zingiz ham erkaklik xislatlari yuqori bo'la turib hayotda erkagingiz ham haqiqiy erkak bo'lib bermaydi sizga. Chunki balans buziladi. Tarozining ikki pallasi har doim bir-biriga teng holatda bo'lishi kerak. Bu tomon bilan bu tomon bir-biriga mos kelgan holatda kelishi kerak. Ya'ni siz necha foizga erkak bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz shuncha foizga demak ayol bo'lib beradi. Ya'ni sizda aytaylik 80% erkaklik, 20% ayollikmi? Mana bu yin-yangda anaqasini tasavvur qilinglar. Bu holatda 80% ayollik, 20% gina erkaklik holatini sizga bildiradi. O'shaning uchun ham ba'zilar aytadi, shunday charchab ketdim, hamma vazifalar menda, erkagim qat'iyatsiz yoki erkagim yaxshi pul topib kela olmaydi degan narsalarni aytishadi, ko'p to'g'rimi? Demakki, bilingki, siz vazifalarni o'zingizga olgansiz. Sizda o'sha xislatlar juda ham yuqori darajada bo'lib turibdiki, sizni erkagingiz o'sha holatda sizga balans qilib beryapti. Yoki pul holatida buni ko'rib chiqsak. Ba'zilar puliga juda ham xasislik qilishadi. Bu narsani xasislik deb bilishmaydi-da. Yo'q, men pulni to'g'ri boshqaryapman. Ya'ni kim o'zi aytaylik, oyligim kam bo'lsa va men uni shunday ishlatib tashlasam, men hech qachon o'sha xohlagan maqsadimga erisha olmayman yoki men pul yig'ishim kerak degan narsa bilan yurishadi, to'g'rimi? Va o'zi xohlagan narsalarni juda ham qizg'onishadi. Berish kerak bo'lgan narsalarni bermaydi. Yoki har bitta narsani bu dunyoda to'lovi bor, to'g'rimi? O'sha to'lovida qiynalishadi-da, ya'ni bergisi kelmaydi. Aytaylik, bozorga borsa juda ham ko'p tortishadi. Bir to'lovlarga xasislik bilan qizg'onib yoki cho'zib o'z vaqtida qilmasdan o'sha narsani qilishadi. Yoki doimiy tarzda naxalav yashashni yaxshi ko'rishadi, to'g'rimi? Faqatgina shu birovlarning hisobidan yashashsa, faqatgina o'sha tekinga narsalarni olsa, o'shanday insonlarda albatta balans qonuni zo'r ishlab beradi. Yoki o'sha puli kasallikka, dorilarga chiqib ketadi, yoki o'sha pulini yo'qotib qo'yadi, yoki yana o'zi xohlamagan, kutmagan narsasiga o'sha puli chiqib ketadi. O'shanday vaziyat sizning hayotingizda bo'ldimi? Demakki, bilingki, sizda balans qonuni ishladi. Siz qayerdadir xasislik qildingiz. Beradigan joyga bermadingiz. Yoki o'zingizga tegishli bo'lmagan narsani oldingiz. Va sizda o'sha balans qonuni ishlab ketdi. 3-qonunimiz zakon притяжения. Ya'ni kim bizning o'y-hayollarimiz fikrlarga aylanadi. Fikrlarimiz esa bizning harakatlarimizni amalga oshirib beradi. Harakatlarimiz esa bizning hayotimiz qandayligini
hayotimizni belgilab beradi va hayotimizni yaratib beradi. Demakki, hamma narsa bu o'sha ichimizdan boshlanadi. O'y-xayollarimiz qaysidir bloklarimizdan kelib chiqishi mumkin. O'y-xayollarimiz qaysidir demak tajribalarimizdan, uquvsizligimizdan, qaysidir vaziyatni yopib qo'yganimizdan kelib chiqishi mumkin albatta. Lekin bilingki, bu hayot faqatgina sizning nazaringizga bog'liq. Juda ham bu misolni yaxshi ko'raman, o'sha 6 va 9 raqamini. Ya'ni siz shu holatingizda turingda, hozir varaqchaga 6 raqamini yozing. Siz mana shu o'tirgan joyingizdan qaraganingizda siz 6 raqamini ko'rasiz va siz haq bo'lasiz. Lekin turmush o'rtog'ingizni chaqiringda, stolni narigi tomoniga chaqirib, necha raqamni ko'ryapsiz deb so'rang. U inson sizga 9 raqamini aytadi. Va o'sha inson ham, turmush o'rtog'ingiz ham 100% haq bo'ladi o'sha raqamni ko'rayotganda, to'g'rimi? Demakki, bu hayotda haq yoki nohaq degan narsa umuman yo'q. Shunchaki har bir inson o'zining tajribasidan, o'zining dunyoqarashidan, o'zining hozirgi holatdagi hislaridan kelib turgan holatda muloqotga kirishadi, kelib turgan holatda qaysidir vaziyatlarda hal qiladi va o'zini haq deb biladi. Lekin siz hozir mana shu o'tirgan joyingizdan turib yon tomonga siljisangiz, ya'ni turmush o'rtog'ingiz qarshisiga emas, yon tomoniga tursangiz, siz tepadan o'sha vaziyatni ko'ra olasizda. Bu holatda 6 bo'lganini va siz haq bo'lganingizni, u tomondan 9 bo'lganini va turmush o'rtog'ingiz haq bo'lganini ko'ra olasiz. Va umuman aytaylik, turmush o'rtog'ingiz bilan qilgan ziddiyatlaringiz, tortishganlaringiz hammasi bekor bo'lganini ko'rasiz. Va shu narsa hayotda ham. Misol uchun aytaylik, qaysidir inson sizni xafa qilib qo'ydi va siz o'sha insonda juda ham kuchli nafratga, g'azabga kirdingiz. Bir hafta o'tdi, 2 hafta o'tdi, 1 oy o'tdi, lekin siz o'sha insonni hech ham kechira olmayapsiz. Siz ichingizda o'sha narsa qolib ketgan, og'riq qolib ketgan. Lekin aytaylikki, 1 oydan keyin dugonangiz kelyapti-da, o'sha insonni vaziyat haqida sizga gapirib beryapti. Sizda srazu yumshash bo'lib ketyapti, to'g'rimi? Uni o'zida hozir shunaqangi holat o'shanda bo'lib turgan ekanki, men yana undan xafa bo'lib o'tiribman degan anglashni olasiz. Demakki, nazaringizni o'zgartirsangiz, bu hayot o'zgaradi. Va o'y-hayollaringizni tozalab, ichki tuyg'ungizni, ichingizni, qalbingizni, yuragingizni tozalab, umuman kuzatuvchilik pozitsiyasida bu hayotga boqsangiz, sizga hayot umuman boshqa narsalarni berishni boshlaydi. Va o'sha nazaringizni o'zgartirgan holatingizda siz hayotingizga baxt, serogarlik, sevgi, quvonch chaqirib olsangiz bo'ladi. Lekin sizning nazaringiz, faqatgina sizning fokusingiz yomon narsalarga, nafratga, kamchiliklarga, qizg'onchiqlikka, birovlarni muhokama qilishiga, boshqalarning hayotiga qaratilgan bo'lsa, siz faqatgina hayotingizga o'sha narsani ko'paytirib beraverasiz. Xuddiki bitta anaqa ham bo'lardi-ku, ertak bo'lardi, eslaydigan bo'lsa, bir bola dasturxon, ochiq dasturxonmi, eslaringizmi yoki bir bola qozonmi degan anaqa bo'lardi. Ya'ni o'sha qozonga nimani tashlasangiz, o'sha narsa qaynab sizga ko'pirtirilgan holatda berilardi. Xuddi shunda bu yerda ham. Siz nazaringizni quvonchga ko'paytirsangiz, o'sha narsa ko'payib boraveradi. Va siz hayotingizga o'sha narsani tortib olasiz. Siz hayotingizni kamchilikka qaratdingizmi, o'sha narsa faqatgina hayotingizga kamchiliklar tortib ketaveradi. Turmush o'rtog'ingizdagi qaysidir xislat yoqmayaptimi sizga? Birinchi qilayotgan narsangiz aks ettirish qonuni eslaysiz.
Da. Demakki, turmush o'rtog'im hozir mendagi qaysidir o'y-xayolimni, qaysidir fikrimni aks ettirib beryapti deysiz. Ikkinchisi, balans qonunini eslaysiz. Men qayerdadir nimadirni bermayapmanki, turmush o'rtog'im menga o'shani balans qilib ko'rsatib beryapti deysiz. Va uchinchi qiladigan narsangiz esa aks, ya'ni zakon prитяженияni eslaysiz. Nima uchun men o'y-xayolim faqatgina mana shu yomon narsaga qaratyapman? Nahotki turmush o'rtog'imda yaxshi xislati bo'lmasa, deyinda shunday o'tirib turmush o'rtog'ingizda 5 ta 5 ta xislatini har kuni yozishni boshlang. Turmush o'rtog'ingiz 180 gradusga o'zgaradi. Ishoning, chunki siz nazaringizni o'zgartirdingiz va nazaringiz faqatgina o'sha yaxshi narsalarga qaratilgan. Va hattoki hayotingizda bugungi kunda aytaylik qarzingiz bo'lsa ham va siz aytishingiz mumkin, men nazarimni yomon tomonga qaratmayapman, men nazarimni o'sha qarzimni tezroq uzishga qaratyapman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin sizni o'y hayolingiz, sizni miyangiz ham baribir o'sha yo'qlikka, qarzga qaratilyapti. Siz esa hisoblang, chiqaring, qaysi summa sizga kerak mana shu, demak, qarzingizni tezroq yopish uchun. Va nazarda bu tomonga qaratingda, borliqdan har kuni so'rang. Men nima qilsam hozir menga hayotimga o'sha summadagi pul kirib keladi? Meni hayotimga o'shanday summadagi pul kirib kelishini so'rayman deb nazaringizni bu tomonga kiriting va sizga yangi g'oyalar kelishni boshlaydi. O'sha g'oyalar asosida siz pulga chiqa olasiz va o'sha pul orqali siz qarzingizni yopa olasiz, azizlarim. 3 tagina qonunni ko'rib chiqdik bugun sizlar bilan. Lekin o'sha 3 tagina qonun bilan siz hayotingizdagi qancha vaziyatlarni hal qilib olishingiz mumkin. Lekin buning uchun nima kerak? Faqatgina xohish kerak, xolos. Yoki siz o'zingiz hayotingiz uchun mas'uliyatni o'z qo'lingizga olasiz va bugun olgan bilimlaringizdan 10% ni bo'lsa ham hayotingizda amalda qo'llashni boshlaysiz, yoki yo'q deb jabrdiydalik pozitsiyasida umringizda xuddi shunday ham tashvishda, baxtsizlikda yashab o'taverasiz. Tanlov o'z qo'lingizda, azizlarim. Darsimiz manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Har biringizni cheksiz sevgim bilan quchib qolaman. Siz ham balans qonunini ishlatishni unutmang va like va kommentariyalar bilan meni qo'llab-quvvatlang. Bu men uchun ham juda-judayam muhim. Sizning sevgingizni va mehringizni men ham his qilishni xohlayman.